Arab tilida qalqalarning 3 xil darajasi mavjud. Qalqala deb arab tilidagi ma'lum bir harflar sukun bilan kelganda boshqa harflarga nisbatan tebratilib talaffuz qilinishiga nisbatan aytiladi. Qisqacha qilib aytganda tebratish. Ushbu harflar qof, o, ba, jim va dal. Ana endi mana shu qalqalarning 3 xil darajasi mavjud. Birinchisi eng kuchli darajadagi qalqala. Bunda qalqala harf so'zning oxirida kelib, o'zi bilan tashdid olib kelsa va shu harfda to'xtalish sodir bo'lsa, qalqala harfi kuchli tarzda ifodalanadi. Misol uchun al-haqqo, haqqo emas. Aytgancha, to'xtalish vaqtida oxirgi harfning harakati doimo tushib qoladi va harfning o'zi o'qiladi. Qolaversa tashdid deb bu ostiga qo'yilgan harfni ikkita qilib o'qish degan, ya'ni ikkilantirish bo'lib, quyidagi belgi bilan ifodalanadi. Ikkinchisi o'rtacha darajadagi qalqala. Bunda qalqala harf so'zning oxirida kelib, tashdidsiz bo'lsa va shu harfda to'xtalish sodir bo'lsa, qalqala harfi o'rtacha tebranishga uchraydi. Misol uchun xalaqo, xalaqo emas. Uchinchisi eng kuchsiz darajadagi qalqala. Bunda qalqala harf so'zning oxirida emas, balkim o'rtasida sukun bilan keladi. Natijada qalqala eng kuchsiz holatda ifodalanadi. Misol uchun yaj'al, yaj'al ham emas, balkim yaj'al ham emas, balkim yaj'al.